Dasturlarimiz orqali xabar berib borayotganimizdek, ayni kunlarda respublikamiz bo'ylab jadidlar izidan tanlovining hududiy bosqichiga o'tkazilmoqda. Aytish joiz, Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan mazkur intellektual bellashuv qisqa fursat ichida ko'plab yoshlarda katta qiziqish uyg'ota oldi. Buni tanlovda ishtirok etish istagini bildirgan o'quvchilar soni joriy yil avvalgisidan nisbatan 2 barobarga oshganidan ham bilish mumkin. Qizg'in bahs-munozaralarga boy tarzda o'tayotgan tanlovning hududiy bosqich jarayonlaridan muxbirlarimiz xabar qiladi. Toshkent viloyatida tanlovda ishtirok etish uchun 61795 nafar o'quvchi ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, ulardan maktab va tuman shahar bosqichlarida saralangan eng bilimdon 44 nafar o'quvchi viloyat bosqichida o'z bilimlarini sinovdan o'tkazdilar. Bu yil yana bir marta qatnashyapti o'quvchim Parkent tumanidan. O'tgan yili viloyat bosqichida 2-o'rinni olgan edi. Bu uni 2-o'rinni olgani bilan ishtiyoqini tushirmadi. Yana harakat qilaman, yana ustoz uddalayman degan niyat bilan yana ishtirok etyapmiz. Muhimi uni g'alabasi emas, muhimi shu jadidlaringizdan tanlovdan oladigan g'oyasi, tushunchasi. Men uchun eng muhimi shu narsa, chunki o'sha buyuk jadidlarimiz xohlagan avlod, xohlagan jamiyat a'zosi sifatida bo'lishini xohlayman o'quvchim. Bu o'sha jadidlarimizni eng katta orzularidan bittasi. Agar tarixiga, asarlariga e'tibor beradigan bo'lsak, ularning bosh g'oyasi ham shu bo'lgan. Mazkur tanlov belgilangan nizomga ko'ra 3 bosqichda, ya'ni bosh qotirma, asar tahlili, insho yo'nalishlari bo'yicha o'tkazilib, har bir shart doirasida o'quvchilar jadidlar hayoti va ijodi bo'yicha umumiy bilimlari, asarlarni tushunish va tahlil qilish qobiliyati hamda yozma fikr bildirish malakasi orqali hakamlar tomonidan baholandilar. Bu safar ikkinchi marta qatnashyapman. O'tgan safar uddalay olmagandim. Bu safar yaxshi tayyorgarliklar ko'rib, endi o'z orzularimni amalga oshirishga harakat qilyapman. Men asosan jadidlar kitobini hammasini o'qib chiqdim. Hamda Abdulla Qodiriyning Mehrobdan Chayon, O'tgan kunlar asarini, Abdurauf Fitratning Abulfayzxon dramalarini, ularning barcha yaratgan dramalari hamda pyesalarigacha o'qib chiqdim. Hamda yaxshi qattiq tayyorlandim. Yakuniy natijalarga ko'ra jadidlar izidan viloyat bosqichida 6-8 sinflar o'rtasida Bo'ga tumani 52 maktab o'quvchisi Xoliqulova Hurriyat, 9-10 sinflar o'rtasida esa Chirchiq shahar 21 maktab o'quvchisi Norchoyeva Nozima 1-o'rinlarni egallab, respublika bosqichi uchun yo'llanmani qo'lga kiritdilar. Zilola Hakimjonova, Abdulahad Abduvahobov, Hudud informatsion dasturi uchun.